kimki bir insonni qalbiga ozor berib, uni ko'zidan bir tomchi bo'lsa ham yosh oqsa, u kishini badduosidan qo'rqsin deyshadi. Chunki mazlumni ko'zdan oqqan yosh hali yerga tushmasdan uni duosi qabul bo'lib ketish ehtimolligi bor. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, badduo qilgan odamini ancha qiyin ahvollarga solib qo'yishi mumkin. Shuning uchun buyuklar bekorga aytishmagan, bir qalbni vayron qilish bitta uyni buzishdan ancha oson, lekin uni qayta tuzatish uchun yillar ham kamlik qiladi. Ba'zan bitta qarash, ba'zan bitta e'tiborsizlik, ba'zan bitta qo'pol muomala bitta insonni ko'nglini sindirib yuborishga yetadi. Birovning qalbini sindirish xuddiki bitta joyga tosh otganga o'xshaydi. Siz tosh otasiz, singan narsani ovozini hamma eshitadi, lekin u ovoz duomi, badduomi, uni sizga ta'sir qilgandan keyin bilasiz. Ba'zi insonlarni jim turishidan foydalanib gapirmas ekan deb, unga xohlagan ishimni qilsam bo'lar ekan deb turib, unga zulm qiladiganlar bor. Ularni jimligini ortida yotgan hayronlik, ularni sabri, ularni ichiga yutishi bitta insonni, o'sha unga zulm qilgan insonni hayotini butunlay barbod qilishga ham yetadi o'z aslida. Shuning uchun boring, birov qalbiga ozor bergan bo'lsangiz, uzr so'rang, bag'ringizga bosing, o'tganlar uchun chin dildan pushaymonligingizni ayting. Bu narsani u inson, ya'ni siz qalbini og'ritgan insoningiz sizni kechirishi uchun ham emas, o'zingiz kechirilishingiz uchun qilishingiz kerak birinchi o'rinda. Shunaqa gaplar. Shuning uchun hammamizga qalblarni qozonish, qalblarga mehr uyg'otish nasib qilsin.